Xotinim ilk farzandimizni tuqqanida 30 yoshda edim. O'sha kechani hanuz eslayman. Daydi o'rtoqlarim bilan yarim tungacha choyxonalardan birida gap sotib yotdik. Ma'noli biror gap bo'lganini eslolmayman. Quruq oldi qochdi, g'iybat, haromga to'la gaplar bilan liq to'lgan bir kecha edi. Gapga ustaroq bo'lganim uchun suhbat jilovi mening qo'limda, turfa qiliqlar, gaplar bilan sheriklarni kuldirar edim. O'sha kech ularning juda ichaklarini uzdim. Kishilar ovoziga, qiliqlariga taqlid qilish qobiliyatim endi chekana emasdi. Go'yo ovozni o'zgartirish murvati iyagim tagida turgandek, tomog'imga qo'l yuborib, bir burab qo'yardim-da, bir yumalab palonchi bo'lib olardim. Keyin sal o'tmay yana tomoqni bir burab pistonchi bo'lib olardim. Esimda o'sha tun bozorda ko'rib qolgan bir ko'zi ojiz qariyaning roliga kirib ustidan rosa kuldim. Yigitlarning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi kulaverib. O'qam yetmaganday qariya o'rnidan turib ketayotganda oyog'iga chilib berib yubordim. Bursillab qulab tushdi. Qahqahamiz ko'chani tutdi. Odatdagidek uyga bemahalda qaytdim. Ayolim bir ayanchli ahvolda eshikka ko'z tikib o'tirgan ekan. Borishim bilan qaltiragan, mungli ovozda "Rashtaga qayoqda edingiz?" dedi. Men zarda aralash istehzo bilan javob berdim. Marsda. Qayoqda bo'lardim? Do'stlarim bilan edim. Haldan to'ygan bir ahvolda ekanligi shundoq ko'rinib turardi. Kelgan yig'isini zo'rg'a to'xtatib dedi. Rashtaga charchab ketyapman, madorim yo'q. Ko'z yoradigan vaqtim juda yaqin. Shu gaplarni aytar ekan, beixtiyor ko'zlaridan chiqqan yosh siniq yuziga yumaladi. Ichimdan qirindi o'tdi. Xotinimga e'tibor bermay, ko'chada, choyxonada chaqchaqlashib yurganimga achinib ketdim. Bolasi 9 oylik bo'lsa-yu, bu ahvolda yursam. Tezda tug'ruqxonaga olib bordim. Olib kirib ketishdi. Bir necha soat o'tib ketdi hamki, biror kishi chiqib xabar bermasdi. Turib oxiri charchadim. Kiraverishdagi hamshiraga telefonimni qoldirdim-da uyga ketdim. Bir soatdan keyin telefon jiringladi. Meni chaqirishdi. Bir zumda tug'ruqxonaga yetib bordim. Xonasi qani, qayerga joylashtirdinglar? Avval xotinimga doyalik qilgan doktor ayolga uchrashishim kerak ekan. Qaysi ayol? Men avval xotinimni farzandimni ko'ray. Hamshira yerga qisdi. Avval doktorga uchrarkansiz. Doktor ayol oldiga kirdim. U menga Allohning taqdiri, qismat, qazoga rozilik haqida so'zlab turib, o'g'il ko'rgansiz. Biroq ko'zi ancha rivojlanmagan ekan. Sabr qilasiz endi bu yo'lga dedi. Yarq etib bozordagi mening oyog'imga surinib o'mbala qochib tushgan ko'r ko'z oldimga keldi. Tomog'imga bir narsa hip etib tiqildi. Xudoyo tavba, ekkaning no'rasan deganlari shumikin-a? Bir muncha vaqt nima deganimni bilmay angrayib qarab turdim. So'ngra xotinim, farzandim esimga tushdi. Doktor ayolga yaxshi muomalasi uchun yengilgina rahmat aytdim-da, xotinimni ko'rgani xonasi tomon yurdim. O'zimning rafiqam shunday musibatni ko'rib tursa-da, ko'zlarida g'am, tashvish belgilarini ko'rmadim. Taqdirning bu qaltis zarbasiga mardonalarcha tan berib, rozi bo'lib yotardi. Kelin bo'lib tushganidan beri menga mustahkam tayanch bo'lib kelgan, odamlarni kalaka qilishimga rozi bo'lmay doim kishilarni g'iybat qilmasangiz bo'lardi deb nasihatomuz gaplarni aytib yuradigan ayolim bu safar ham metin irodasi ila meni lol qildi. Tug'ruqxonada uyga qaytdik. Bu safar 3 kishi bo'lib, o'g'limiz Salimjon ham, unga shunday nom berdik, bizga yangi mehmon bo'lib qo'shildi. Rosti, unga nisbatan hech ko'nglim ilimadi. Unga e'tibor berishga hech bir turtki sezmadim. Uning uyda bor yo'qligi mening uchun farqsiz edi. Yig'isi kuchayib, o'z borligidan xabardor etganda ayvonga chiqib yotib oladigan bo'ldim. Xotinimning esa unga e'tibori boshqacha edi. Yer u ko'kka ishonmasdi. Men bo'lsam yomon ko'ra olmasdim-ku, lekin yaxshi ham ko'rib keta olmadim. Oylar o'tib tetapoya bo'lib boshladi. Yoshi birga kirib yurishga harakat qila boshlaganida bir oyog'i kaltaroq ekanini angladik. Ilgarigi munosabatim yanada sovuqlashdi. Bundan so'ng xotinim Umar va Xolidlarni tug'ib berdi. Yillar o'tdi. Salimjon ulg'aya boshladi, ukalari ham. Uyda o'tirishni uncha xushlamasdim. Doim ulfatlarim davrasida ular bilan gap yerdik. Bora-bora Salimjonning ahvoli meni tashvishga solmay qo'ydi. Burungi qahqaha, ilgarigi qiliqlar yana o'z holiga qaytdi. Lekin shunday bo'lsa-da, xotinim, o'zimning mushtipar munis rafiqam, mening yo'lga kirib ketishimdan umidini sira uzmasdi. Mening hurmacha qiliqlarimga bardosh bilan sabr qilar, xilvatda haqqimga duo qilardi. Biroq boshqa farzandlarimga g'amxo'rlik qilib, erkalab Salimjonni chetga surib qo'yganimni, butunlay beparvoligimni ko'rib ichidan kuyar, bildirmay yum-yum yig'lardi. Salimjon maktab yoshiga yetdi. Xotinim zorlana uni nogironlar maktabiga joylashtirishga meni ko'ndirdi. Yillar tez o'ta boshladi. Vaqt o'tayotganini uncha payqamasdim. Kunlarim bir xil ritmda,
Ish, uyqu, ovqat, ulfatlar bilan bo'ladigan gap ertasi ham indini ham shunday o'tardi. Bir kuni juma kuni soat 11larda peshinga yaqin uyg'ondim. Soat 2larga bir joyga to'yga aytilgan edim. Hali ancha vaqt bor ekan deb bemalol yuvinib, so'ng tanlab kiyinib, xushbo'ylanib, taranib ko'cha tomon yurdim. Ayvondan o'tar ekanman, Salimjonning g'alati yig'isi e'tiborimni tortdi. Ich-ichidan ezilib yig'lamoqda edi. Yuzlari yoshdan yuvilib ketgan, qo'llari bilan ojiz ko'zlarini artab ulgura olmasdi. Go'dakligidan beri unga qilayotgan birinchi iltifotim edi. Mana 10 yil o'tibdi hamki, biror marta ham yig'laganda, tashvish chekkanda e'tibor bermagan ekanman. Bu safar ham ichki bir shun tuyg'u meni qaramay o'tib ketishga chaqirardi. O'g'lim esa mening borligimni hali bilgan emas, hazin, mungli ovozda onasini chaqirar edi. Burilib unga yaqinlashdim-da so'radim: "Salimjon, nega yig'layapsan?" Ovozimni eshitar ekan yig'idan to'xtaganini ko'rdim. Yaqinlashganimni sezgach atrofini paypaslab xonasi tomon kirib keta boshladi. U mendan o'zini olib qochmoqda edi. Bu o'ksik tislanishni hech qachon unuta olmasam kerak. Uning qilgan xatti-harakati, atrofdagi xona ichidagi buyumlar barchasi tilga kirib go'yo 10 yildan beri qayoqda eding deyayotgandek edi. Ortidan xonaga kirdim. Dastlab nega yig'laganini aytishdan bosh tortdi. Erkalab, muloyimlik bilan so'raganimni sezgach, piqqillab sababini bayon qildi. Odatda masjidga yetaklab boruvchi ukasi Umar uyda yo'q ekan. Juma namozi bo'lgani bois birinchi safdan joy ola olmay qolaman deb yig'layotgan ekan. Ukasini chaqiribdi, onasini chaqiribdi, hech kim kelmagach yig'lab yuboribdi. Bu gapni ayta turib xo'rsinib qo'ydi. Yumuq ko'zlaridan yana yosh quyila boshladi. Bu gapni eshitib hayajondan bo'g'zimga bir narsa tiqildi-yu, yuzini qo'lim orasiga olib, o'zimni tutolmay yig'i aralash, "Shuning uchun yig'ladingmi, Salimjon?" dedim. Bosh irg'ab javob qildi: "Ha, shunda hamma narsani unutdim, ulfatlarimni, va'da qilingan to'yni. Salimjon o'g'lim, bilasanmi bugun seni masjidga kim olib boradi?" "Umar borsa kerak, lekin kech qolyapti-da." "Yo'q, bugun seni men o'zim olib boraman." Salimjon hayratdan qotib qoldi. Hech ishongisi kelmasdi. Boshqalarni mazax qilib, turli qiliqlar bilan masxara qilib yuradigan otasi o'z o'g'li, ko'zi ojiz nogiron farzandini ham kalaga qilyapti deb o'yladi shekilli. Biroq jiddiy gapirayotganimni sezdirganimdan keyin ko'ziga yana yosh keldi. Ko'zlarini qo'lim bilan artar ekanman, qo'lidan ushlab mashina tomon yetakladim. Mashinaga o'tirg'izmoqchi ekanimni sezgach, masjid yaqin-kuda dedi. Masjidga qadamlarimni sanab borgim kelyapti. Masjidga oxirgi bor qachon kirganimni eslay olmayman, lekin shunisi aniqki, hech qachon bu safargidek qilib qo'ygan gunohlarimni eslab bu qadar meni vahima bosmagan edi. Behuda o'tgan uzoq yillarga bu qadar nadomat qilmagan, achinmagan edim. Masjid odamlarga to'la boshlagan ekan, shundoq bo'lsa-da, Salimjon ikkimizga birinchi safdan joy topa oldik. Birgalikda juma xutbasini tingladik. Yonimda namoz o'qidi. To'g'ri, men uning yonida o'qidim. Namozdan so'ng Salimjon tokchadan mushaf olib berishimni so'radi. Taajjub, ko'zi ojiz qanday o'qiy olardi? Eshitmagandek bo'lib o'tiraveray dedim-u, og'ir botishdan qo'rqib qo'liga Qur'on tutqazdim. Kahf surasini ochib bering. Titkilab, oxiri mundarijasidan topib, kerakli sahifani ochib berdim. Qur'onni qo'limdan olib, oldiga lavh ustiga qo'ydi-da, ojiz ko'zlarini yumgan holda o'qiy boshladi. Robbim, u Kahf surasini to'lig'icha yod olgan edi. O'zimdan uyalib ketdim. Qo'limga Qur'onni olar ekanman, vujudimni qaltiroq tutdi. O'qiyverdim, ich-ichimdan Allohga qilgan gunohlarimni kechirishini so'rab nola qilar edim. Oxiri o'zimni tutib tura olmadim. Boshida 1-2 tomchi ko'z yoshi bilan boshlangan yig'i endi avjiga mingan, butun borlig'imni egallagan edi. Masjidning u yer bu yerda qolib namoz o'qiyotgan odamlardan hijolat chekib, yig'imni ichimga oldim. Endi yig'i bo'g'iq ingroqqa, hiqqillashga aylandi. Sezmay qolibman, qarasam ingichka kasalmand qo'llar yuzimni paypaslab topib, seldek oqib tushayotgan yoshlarimni arta boshlabdi. O'g'lim Salimjon, yuragim to'lib quchog'imga oldim. Bag'rimga uzoq bosib turar ekanman, xayolimdan shu o'ylar kechdi. Sen ko'r emassan o'g'lim, ko'zi ko'r men ekanman. Jahannam sari sudrayotgan bemaza daydilarga qo'shilib, ular orqasidan quyuqib ketgan, ortiga bir marta bo'lsa ham qarab qo'ymagan otang ko'r ekan. Uyga qaytdik. Xotinim Salimjonga juda xavotir olib turgan ekan, mening yetaklab kelayotganimni, jumani birga o'qib kelayotganimizni ko'rib, xavotiri quvonchga aylandi. Xursandlik cho'qqisining eng oliy ifodasi bo'lmish sevinch ko'z yoshlarini to'kdi. Shu kundan e'tiboran namozni doim masjidda o'qiydigan bo'ldim. Eski ulfatlardan,
eski joylardan oyoq uzib, masjiddan, mahalladan yangi do'stlar orttirdim. Ular bilan birga bo'lganda hech bir lazzatga taqqoslab bo'lmaydigan iymon ta'mini, qalb xotirjamligini tota boshladim. Ko'p narsa o'rgandim. Biror rakat namozni qoldirmaydigan, Qur'onni bir oyda bir necha bor qaytaradigan, xatm qiladigan bo'ldim. Oilam, bola-chaqamga bo'lgan ilgarigi sovuqlik, beparvolik ko'tarildi. O'rnini g'amxo'rlik, kuyunchaklik egallagan edi. Mushfiq rafiqamning qayg'uli, mungli nigohlari ham qaytib kelmasga ketib, joyiga o'yinoqi, quvnoq nigohlari kelgan, o'zi ham ko'rkam bo'lib hech mubolag'asiz 10 yoshga yasharib ketgandek edi. Ayniqsa o'g'lim Salimjonning yuzidan tabassum arimas, ko'rgan odam uni dunyo xazinasini qo'lga kiritgan deb o'ylardi. Bularning barchasini ko'rib o'zimda yo'q quvonar, bu ne'matlarni ato qilgan Robbimga shukrlar qilar edim. Haqiqiy saodat endi meni o'z og'ushiga olib, erkalay boshlagan edi. Sal o'tmay bir kuni o'rtoqlarim uzoqroqqa xizmat safariga boradigan bo'lishib, meni ham taklif qilishdi. Istixora qilib, xotinim bilan maslahatlashdim. Uzoqqa, ancha vaqtga ketayotganlarini aytib, uning javobini kutar ekanman, rad javobini olsam kerak deb o'ylagan edim. Aksi bo'lib chiqdi. Xursand bo'lib ketib, safarga tayyorlanishga unday boshladi. Avvallari turli behuda qilinadigan safarlarga ayoliga mutlaqo maslahat solmaydigan odamning o'z yostiqdoshi bilan qilayotgan birinchi mashvarati edi bu. Salimjonning oldiga borib, safarga ketayotganimni bildirib, ingichka qo'llari bilan bo'ynimga osilib men bilan vidolashdi. Safarimiz 3,5 oyga cho'zildi. Bu vaqt ichida fursat topgan paytimda uyga telefon qilib, ayolim, bolalarim bilan gaplashib turdim. Ularni juda sog'ingan edim, ayniqsa Salimjonni. Qiziq, qachon telefon qilsam yo masjidga, yo maktabga yetgan bo'ladi. Kechqurun qilganimda uxlab qolgan bo'ladi. Ayolim mening unga bu qadar bog'lanib qolganimni eshitib kular, telefon ortidan bo'lsa ham uning yuzlari yorishib ketayotganini ko'rgandek bo'lardim. Va nihoyat safar ham qarab, uyga yetib keldim, eshikni qoqdim. Bolalarim ayolimga bir quchoq sovg'a salomlar bilan, undan-da ko'proq sog'inch bilan eshikka qarab turdim. Ana hozir Salimjon eshikni paypaslab bo'lsa ham o'zi topib ochadi. Biroq eshikni hali 4 ga kirib ulgurmagan kenja o'g'lim Xolid ochdi. Qo'limga olib yerdan ko'tarar ekanman, u dadadon deb bir nima demoqchi bo'lardi. Uyga borayotib o'zim ham tushunmayman, birdan yuragimni bir narsa siqqandek bo'ldi. Shayton vasvasasidan o'zing asragin. Shu uyda turar ekanman, istiqbolimga rafiqam chiqdi. Yuzi allanechuk siniq, ko'zlarida ham nun qotgandek. Unga tikilib qarar ekanman, so'radim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Hech. Birdan hayolimga Salimjon keldi. Salimjon qani? Hayolim indamasdi. Chetga qarab boshini egar ekan, yuziga issiq yirik yoshlar yumaladi. Shu payt Xolid o'zining hali to'g'rilab ulgurmagan chuchuk tili bilan dadadon, Salim akam jannatga tetdilar, Allohga degan gapini eshitdim-u, karaxt bo'lib turgan yerimda qotib qoldim. Quloqim tom bitdi. Boshqa nima deyishganini bilmayman. Faqat xotinimning xo'ngrab yuborganini, xonadan chiqib ketganini ko'rdim. Keyinchalik bildim. Qaytishimizdan 2 hafta burun Salimjonni to'satdan bezgak tutib, isitmasi ko'tarilibdi. Ayolim tezda kasalxonaga olib boribdi. Isitma ujiga minib, o'z otasining mehridan necha yillar mahrum bo'lgan, bir marta bo'lsa-da o'g'lim degan ovozni eshitmagan, boshlarini silaydigan ota qo'lini sezmayotgan o'g'lim Salimjon kasalxonada onasi qo'lida ingichka qo'llarini unga uzata jon taslim qilibdi.